Bu narsalar hayotinglarni saqlab qolishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Agar kimdir uyinglarning yonida tursanglar yoki liftda bo'lsanglar, shu yerda yashaysizmi deb so'rasa, hech qachon ha demanglar. Mehmonga keldim yoki kimdir yoniga keldim deylar, chunki ular sizlarning qayerda yashashingni bilib olishi mumkin. O'zim har doim shunaqa qilaman. Agar подозрительный taksist bo'lsa, nomerini rasmga olib, lokatsiyamni onamga yoki o'zimning tanishlarimga tashab qo'yishim mumkin. Hech qachon dastavkani uylarning ichigacha chaqirmanglar. Lutshi podyezdga chaqirganinglar yaxshi. Pastga tushib o'zinglar olgani. Agar chaqirib qo'ygan bo'lsanglar, uyda o'zinglar yakka bo'lsa, ovqat keldi deb baqirishinglar mumkin. U bilsin, что uyda yolg'iz emasliginglarni. Agar o'zinglar yolg'iz yashasanglar va uyga kelgan bo'lsanglar, uxlashingizdan oldin qanaqadir ovoz yoki kimdir nafasini eshitsanglar, indamasdan sekin chiqib ketinglar. O'sha kimdir uylarga kirib olgan bo'lishi mumkin. U kravatda deydi yoki shkaflarning ichida berkin olgan bo'lishi mumkin. Taksist kuryerlar haqida aytgan narsalarim hammasi podозрительный tuyulgan odamlarga ishlatiladi, hammasiga emas. Bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammaga xayr. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.